7 kunlik kelinchak. Muallif Azamat Qorjovov. Birinchi qism. Hammasi bitiruv kechasining avj nuqtasida sodir bo'lishi kerak edi. Sevgi izhori, ilk bo'sa va Nigina barcha dugonalari kabi tantanaga atab tiktirgan ko'ylagini kiyarkan, shod-u xurramlikdan og'zi tinmasdi. Ha, yaxshi ko'ylakni kiyayotganingizdayoq ma'lum bo'ladi. Voy, juda yoqdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin, opa. Endi sizga doimiy mijoz bo'laman. Dadam med institutga borishimga ruxsat bermadilar, lekin hech bo'lmasa kollejga boraman-ku. Xalatmi, yangi modadagi ko'ylakmi, kerak bo'lsa sizga kelaman. Hozir shoshilmasam bo'lmaydi. Hali zamon sinfdoshlarim uyga kelishadi. Ko'zguni burvoring, yelkamni yana bir ko'ray. Ha, gap yo'q, xuddi men kutganimdek bo'libdi. Qiz ko'ylakni yechib sumkasiga joyladi. Uyga kiyadigan xalatsimon pushta libosida ham u nihoyatda go'zal edi. Qalin va tim qora sochlari, sutga chayilgandek tiniq yuzlari har qanday kishining e'tiborini tortardi. Shirin jilmaydida tikuvchi bilan xayrlashdi. Biroq ko'chaga chiqishga ulgurmasdan tikuvchi chaqirib qoldi. Boyadan beri bir gapni aytmoqchi bo'lyapman-u, hech tilim bormayapti. Ketayotganingizni ko'rib baribir chiday olmadim, bilasizmi? Ertalab mahalladagi qizlar kelishgandi. Ko'ylagingizni bichayotgandim. Siz haqingizda gapirib qolishdi. Ovsinimning o'g'li Asqar ham orqangizdan yurar ekan. Faqat to'g'ri tushuning. G'iybat gaplarni bichitmoqchi emasman-u, lekin Asqardan ehtiyot bo'lishingizni so'rayman. U yigitning qadam olishi yomon. Hech kim bilmaydi. Sizga aytay, otasi uni urib do'pposlab ham qaytara olmagan. O'g'rilarga qo'shilib ketgan deyshadi. Nasha chekarmish. Ishonmasangiz, yurish-turishiga qarang. Otasining ortiqcha puli bormikin? Bashang kiyinib taksidan tushmaydi. Bir kuni qandaydir kimsalar ovsinimning uyiga bostirib kirishib, o'g'ling qarzini bersin, bo'lmasa o'ldirib ketamiz, deyishgan ekan. Opa, to'g'risini aytsam, Asqar bilan gaplashmaganman ham. Maktabdan qaytayotganimda gap otdi. Qiyo ham boqmadim. 2-3 marta xat yozdi. Yirtib tashladim. Odamlar gapiraveradi-da, har narsani bir narsa deb. To'g'ri. Men dadangiz Abduvohid akani juda yaxshi bilaman. Bizda u kishining hurmatichalik hurmatga ega odam yo'q. O'zinim ham, eri ham kim bo'pti? Odam ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak-da, axir. Nigina bu ayolning gaplari qachon tugarkan deb kutib o'tirishga ortiqcha fursat topolmasdi albatta. Kun og'ib bormoqda. Yangi ko'ylakni kiyib pardoz andoz qilguncha kech bo'ladi. Marvarid restoranida bo'ladigan bitiruv kechasiga necha kundirki o'g'il qiz barchasi intiq. Ayniqsa Nigina juda hayajonda edi. Dadasi tuman markazida joylashgan sharob zavodi direktori. Uylari ham tumandagi eng old uylardan. Shunday xonadonning qizi bayramga qanaqa ko'ylak kiyib boradi? Dadasi kecha Ukrainaga xizmat safari bilan jo'nab ketgach, Niginaning fikri o'zgarib qoldi. Bir hafta burun Toshkentdan keltirilgan ko'ylak ko'nglini xijil qilmoqda edi. Ko'krak va yelka tomoni ochiq, yengsiz, to'q qizil, yaltiroq ko'ylak uning orzusi edi. Dadasi ketdi-yu, ayasi ruxsat berdi. Nigina tikuvchinikiga misoli qushday uchdi. Qizlar Niginaning xonasidagi baland tosh oynaga o'zlarini solib ko'rishayotganda ko'chadan mashina signali eshitildi. Hushtaklar chalindi. "Hozir!" derazadan qichqirishdi qizlar. So'ng ichkarida gap bo'ldi. "O'l, anavi Sardor buncha irshayadi, menga umuman yoqmaydi shu tentak. Asqarning malayu, Nigina bilasanmi?" Gapirmanglar o'shani", dedi Nigina. Hovlida o'tirgan onasi qizlarga qoshini chimirib qaradi. Haddan tashqari semirib ketgani bois o'rnidan jilish ham muammo edi. Qizlar ko'ngil uchun "Xola, bitiruv kechasiga yuring, ota-onalar ham borishadi", deyishdi. Boy xotin shunchaki qo'l siltadi. Keyin esa Niginaga dedi: "Ko'chada sandiroqlab yurma. Ixtiyor akangni yuboraman. Darrov mashinasiga chiqda uyga kel. Hali bu ko'ylagingni ko'rsa, dadang naq boshimga yong'oq chaqadi." "Dugonalarim bilan kelaveraman", qovog'ini uydi Nigina. "Ixtiyor akani bezovta qilishingiz shartmi? Xotini og'ir kasal degandingiz-ku?" "Gap qaytarma. Sen emas, men aytganim bo'ladi." Qizlar tezda bu xonadonni tark etishdi.
Dasturxonlar did bilan bezatilgan edi. Shirin, gazli ichimliklardan tashqari qora vinoning uzun butilkalari ham ko'zga tashlanardi. Erkak o'qituvchilar darhol bir stolni egallashdi-da, qadah urishtira boshlashdi. Karnaylardan musiqalar taraldi. Barcha o'rinlar egallangach, mikrofonni davra boshi oldi. Nigina favvora yaqinida o'tirardi, go'yo unga hamma mahliyo edi. Nafaqat davra boshi, olisda turgan ofitsiantlar ham ko'z uzishmayotgandek tuyulardi. Bir necha sinfdoshi atayin kelib xushomad qildi, qizlar ham. Nigina, to'ying qachon? Eng zo'r to'y seniki bo'lsa kerak-a? dedilar. Sardor ularning stoli atrofidan joy olmoqchi edi, qizlar haydab yuborishdi. Axir bizda kelin bor, dedi bir qiz yana. Uning yonida o'tirishga yo'l bo'lsin, Sardor. Pochcha kimligini faqat men bilaman. Yuribsan hammang dugonasiman deb. Piching qildi yigit ham. Namuncha to'y, kelin, pochcha. Niginaning tusi o'zgardi. Boyadan beri meni gapirasizlar. Yo shunchalik ersirab qoldilaringmi? Voy dugonajon, hazil-ku. Hazil ham evi bilanda. Bu yerda mendan boshqalar ham bor. Ularni ham gapiringlar, tavba. Kimlardir maktabni bitirgandan erga tegar. Men esa hali o'qiyman. Shu payt sinfdosh yigitlar hammani o'yinga tortib, Niginaning ko'yinishi portani ostida qoldi. Shunday kunda qovoq tumshuqlarga nima bor? Qani sinfdoshlar? Xo'p, ha. Nigina, hali hammamiz o'qiymiz. Xudo xohlasa ham, xohlamasa ham. Xo'y, o'ylab gapirsang-chi, nima kofir-pofirmisan? Shunday qilib, bitiruv kechasi avj nuqtaga yaqinlasha boshladi. So'z navbati Niginaga kelgach, u sinfdoshlarini, ustozlarini tabrikladi-da, har kim bu hayotda o'z baxtini topsin, deb yakunladi. Davra qarsaklardan larzaga keldi. Hamma Niginaning qaddi qomatiga havas bilan boqayotgan edi. Betakror malak qaysi baxtli yigitning peshonasiga bitgan ekan, deb o'ylamagan odam qolmadi hisob. Keyingi musiqalar avvalgidanda sho'x bo'ldi. Yigitchalar ichib olishgan emasmi? O'zlarini unutib o'yin tushardilar. Yanoqlari qizargan qizlar ham qolishmasdi. Oppoq badanlarga lyamka shaklida yopishgan liboslar tarangligidan chok-chokidan so'kilish arafasida edi. Yuring, qadah urishtiramiz, dedi sinfdoshlardan biri Niginaga. Mayli, faqat meniki kola bo'ladi. Teg oyoqda rюмкalarini cho'qishtirgan chog' Nigina restoran tashqarisidagi ikki kimsani ko'rib qoldi. Biri Sardor edi, ikkinchisini esa tanimadi. Sinfdoshlar fotoapparatni hozirlagach, "To'g'ri qaranglar, jilmayinglar" degan xitoblar yangradi. Nigina umrining baxtiyor chog'larini shu tariqa fototasmada esdalik qoldirdi. "Mumkinmi?" dedi bir vaqt Sardor. "Senda muhim gapim bor." Dastlab Nigina uni jerkib bermoqchi bo'ldi, biroq Sardor iltimos degandek iltijoli boqdi. "Xo'sh, nima deysan?" so'radi Nigina bir chetga chiqishgach. "Anavi tomonga o'taylik. Senda akamning gapi bor ekan." "Qaysi akangning?" "Ana." Nigina pusinib turgan Asqarni tanidi. 3 qadam nari restoran sahni edi. Barcha sinfdoshlari qiyqirib raqs tushmoqda. Qanday jin urdi bilmaydi, Nigina beixtiyor Asqarga yaqin bordi. Balki shu yerda orani ochiq qilmoqchi bo'lgandir. Qiz restoranning naqshinkor to'sig'iga yaqinlashgan mahal yigit shartta qo'lidan tutib 3-4 qadam sudrashga ulgurdi. "Qo'limni qo'yib yuboring!" qichqirib yubordi Nigina. Uning ovozini karnay sadolari yutib yubordi go'yo. Aksiga olib Sardordan bo'lak hech kim ularga qaramadi. "Sardor!" baqirdi Nigina. Malay yigit allanimalar deb e'tiroz bildirdi xolos. Yuraksiz maxluq kabi tomoshabin bo'lib turardi u. Asqar kuchli edi. Bir zumda Niginani daraxt tagiga tortib keldi-da, qo'lidan yana mahkam qisib, "Nega tipirchilaysan, yeb qo'yamanmi?" dedi. "Qo'ying deyapman. Dadamga aytsam qamoqda chiriysiz." "Qo'rqitma meni. Senga yaxshi gap aytmoqchiman. Hozir ketasan, quloq sol. Sardor yo'qol deyapman. Nima eshitmadingmi?" "Muallimlarni chaqir, Sardor", o'tindi qiz. Yo'lakdan bir yo'lovchi o'tib qoldi, ammo u ham Niginaning iltimosini tushunmadi. "Ketavering", dedi Asqar unga. "Biz shaxsiy masalani hal qilyapmiz." Dam yigitga, qizga, damdangur-dungur bo'layotgan bazmga qaradi-da, yo'lida davom etdi. Niginaning yuragi qo'rquvdan to'xtab qolyozdi. Endi kim yordam beradi unga? "Qo'ying, iltimos",
yig'lamsiradi qiz. Mayli, gaplashaman, lekin boshqa payt. Men seni sevaman, dedi Asqar og'zini to'ldirib hissiz ohangda. Nega men bilan gaplashmaysan? Senga uylanaman, tushundingmi? Shundan so'ng Asqar Niginani qo'yarda qo'ymasdan quchdi-da bo'sa olishga urindi. Nigina yigitning yuziga ketma-ket shapaloq tushirib, oxirida tuflab ham yubordi. "Voh seni!" Asqar alamli nola qilib ko'cha tomon hushtak chaldi. Ko'zi ochib yumguncha Jiguli yetib keldi va ikki yigit Niginani o'rindiqqa bosdi. G'ildiraklar chiyillab aylanib, mashina olg'a tashlandi. Shovqin-suronlar va chiroqlar ortda qolib, mashina zim-ziyo soy bo'yiga kelganda Nigina bularning niyat haqiqatdan vahshiyona ekanligini angladi. "Menga bir narsa bo'lsa tirik qolmaysizlar", dedi u. "Meni baribir topishadi, senlarni ham. Narkoman, o'g'ri, bezbetning xati uyimdan chiqadi. Sardor meni chaqirib chiqqanini ham qancha odam ko'rdi. Hali uchoving ham otilasan." "Buncha dag'dag'ani qayerdan olyapti bu?" dedi mashinani haydab kelgan bezori. "Asqar, balki sen tushuntirib berarsan." To'satdan bezori Niginaning ko'ylagidan yulqilab tortgan edi, bir yoni yirtilib ketdi. Soy bo'yiga qizning chinqirig'i yoyildi. "Teginma unga", dedi Asqar. "Bu direktorning qizi, mening bo'lajak xotinim. Nari turinglar, o'zim gaplashaman." "Nu, qarada", qaligilar Jiguli tomon jo'nashdi. "Bizga nima farqi bor, lekin og'ziga qarab gapirsin." Mashina eshigi yopildi. Sigaret yoqildi. Rep musiqasi eshitila boshladi. "Uyga borib qo'yasizmi, yo'qmi?" Nigina titrab qaqshab Asqarga murojaat etdi. "Yo'q." "Xo'rlamoqchimisiz?" "Bo'lajak xotinimsan. Undan ko'ra o'lganim yaxshi." Nigina joniga qasd qilish uchun bo'lsa kerak, soyga qarab chopdi. Asqar aynan shundan xavfsirab turgan shekilli bo'ridek otilib, tutib oldida ko'tarib o'tloq sari shoshildi. Qiz bechora qancha nola qilmasin, ikki ko'rso'xtadan boshqa hech zoh eshitmadi. Nigina baxtsizlik shunchalar tez kelishini o'ylamagandi. Haligina u dunyodagi eng baxtli qiz edi. Endi kim bo'ldi? Qanday yashaydi? Ammo Nigina joniga qasd qilishni emas, hayotini qanday davom ettirishni o'ylab soyga tikilib qoldi. Shu vaqt bular tomon bir mashina burildi. Ikki bezori Jigulisini vang'illatib qochib qolishdi. Asqar esa kuchli faralardan berkinib Niginaga "Bu yoqqa yur, ketamiz", dedi. "Uyingga eltib qo'yaman." Mashina yo'l tugagan joygacha keldi. "Nigina!" degan ovoz eshitildi. Bu Ixtiyor aka edi. Yoshi 40 ga yaqinlashgan, besonoqay gavda sohibi gursillab chopib kela boshlagach, Asqar o'zini qamishlar orasiga urdi. Nigina dadasining haydovchisiga peshvoz chiqish uchun 2-3 qadam yurdi-yu, yiqilib tushdi. Ixtiyor aka o'kirib yig'layotgan qizni joyidan turg'izar ekan, qanday voqea yuz bergani unga ayon bo'ldi. "Kimlar edi o'sha ifloslar, taniysanmi?" Nigina gapira olmadi. Ixtiyor aka uning yuzini yuvib, mashinasi sari suyab olib bordi. "Restoranga borsam yo'q ekansan", dedi afsus nadomat ila. Bir bola qandaydir qizni sevgilisi mashinaga majburan mindirib ketganini aytdi. Qaysi tomonga ketganlaringni so'radimda, avval parkka, keyin tashlandiq kasalxonaga, oxiri soyga keldim. Ixtiyor aka mashinani boshqa tomonga haydadi. "Hozir biznikiga boramiz. Yangang ko'ylagingni tikib tozalab beradi. Axir bu ahvolda uyingga olib bora olmayman-ku. Nomardlar, itlar. Nigina gapirsang, u kim edi?" Voqealarning keyingi rivoji ham Nigina o'ylagandek bo'lmayotgandi. U hozir Ixtiyor aka uyga olib boradi. Ayam voy dod soladi. So'ng militsiya, ekspertiza va nihoyat mahallada gap so'z, sharmandalik deb o'ylagandi. Ixtiyor aka nazarida hammasini xotirjam va sirli tarzda hal qilmoqchi edi. Nahotki Niginaga hech narsa bo'lmagandek qozon yopiqligicha qolsa? "Nigina, buncha karaxt bo'lib qolmasang?" Ixtiyor aka mashinani yo'l chetida to'xtatdi. "Bu ahvolingdan nima foyda? Seni tushunmayapman, ammo menga ham quloq sol. Agar uyingga yoki militsiyaga olib borsam, o'zing ham yomonotliq bo'lasan. Va'da beraman, siringni hech kimga aytmayman. Men, sen, ayang va o'sha zo'ravon biladi xolos. Turmushga chiqish haqida ham o'ylama."
Buning iloji bor, faqat menga zo'ravonning ismini ayt. Anchadan beri birovni poylab yuribman, eshitgansan. Ukam o'ziga qoradoridan ko'proq ukol qilib o'ldi. Aslida uning qotili Asqar degan bola ekanligini bilib oldim. U senga oshiq bo'lib qolgani yaqinda eshitdim. Endi aytchi, seni olib qochgan nusxa Asqarmi? Ha, Asqar, dedi Nigina o'ksib. Qayerda yurishi-yu, nima ish bilan shug'ullanishigacha bilib olganman. Payt poylayapman. Hali ko'rasan, men undan qanday qasos olishimni. O'ldirasizmi? Undan ham battar qilaman. Agar o'ldirmoqchi bo'lsangiz, meni ham chaqiring. Yo'q. Ixtiyor aka mashinani yurgizib bosh chayqadi. Sen baxtli kelinchak bo'lishing kerak. Bugungi kuningni unut, garchi iloji bo'lmasa ham. Ixtiyor akaning uyi tuman markazidan narida, ishchilar shaharchasi dedi. Mashina pastak yog'och darvozaga bir qarich qolganda to'xtadi. Signalni eshitgan qizi eshikni ochdi. Nigina Ixtiyor akaning 2 o'g'li va 2 qizi borligini bilardi. O'zi tengi xushsurat qizga ko'zi tushdi-yu, hijolatdan yanada qiynaldi. Ixtiyor akaning o'zi Niginani chetdagi xonaga boshlab kirdi. "Hali ham yotmadinglarmi?" deb qizlarni koyidi-da, xotinini chaqirdi. Nigina hiqillab o'tirgan ko'yi beixtiyor xonaga ko'z yugurtirdi. To'rdagi tokchalarda ko'rpa yostiqlar taxlangan, devorlar ganchlangan, derazalarda harir pardalar. Devorda Ixtiyor aka va xotinining kelin-kuyovlik davridagi suratlar ilingan edi. Nigina kelinchak baxti har kimga ham nasib etavermasligini o'ylab, kayfiyati battar buzildi. "Kel qizim", eshikda kasalmand xotin ko'rindi. "Qo'y, turmagin. Men ham hozir yoningga o'tiraman. Mador qoldimi men bechorada?" Nigina yaqin oylarda shu xotin kundoshi bo'lishini xayolining 7000 ko'chasiga ham keltirmay, ona boladay ko'rishdi. "Ey Xudoyim-a", yozg'irdi ayol. 5 kunlik dunyoda inson mo'min musulmon bo'lib yashasa nima bo'larkin? Yomonlar ko'p qizim, yomonlar. Endi nima qilsak ekan-a? Menimcha bu ko'ylakni kiyib ketma. Qizimnikini beraman. Ayang baribir payqaydi. Ha desa, loyga yiqildim. Ixtiyor akanikiga borib almashtirib keldim deysan. Dadasi bu yoqqa qarang. Nega militsiyaga bermaymiz deyapsiz? Qilg'iliqni qilgan yigit qamalmay yuraveradimi? Bir qizni baxtsiz qilish oson bo'ptimi? Xotin o'rtada Nigina sharmanda bo'ladi. Bundan tashqari boshqa masalalar ham bor. Yo'q, baribir kimgadir aytish kerak yoki o'sha yigit bilan gaplashib, "Niginajon, u senga uylanmasa, oxiri nima bo'ladi?" Nigina o'lsa ham o'shanga tegmaydi. Bir darbadar narkoman bola. Bo'lgan voqeani hech kimga aytmaymiz. Nigina o'zi istagan yigitga turmushga chiqadi. Axir u ko'p nolaverma. Xotinini qaytarib tashladi Ixtiyor aka. Hozirgi zamonda buning iloji bor. Nigina xotini oldida boshini ko'tara olmay qoldi. Birozdan so'ng hammomga tushdi. So'ng Ixtiyor aka uni uyga eltib qo'ydi. Darvozani ochgan ukasi Niginaning ko'ylagi almashib qolganini sezmadi ham. "Ixtiyor aka", dedi qiz. "Restoranga borib meni uyga tashlab kelganingizni sinfdoshlarimga aytib qo'ying, yo'qsa axtarib kelib ayamni uyg'otib qo'yishadi." Ixtiyor aka bu yog'ini o'ylama degandek mashinasiga yoshiga yarashmagan chaqqonlik ila o'tirdi. Yerdan ko'z uzmay turgan qiz mashina ortidan tikildi. O'pkasi to'lib yotoqxonasiga yugurdi va to'shakka yuzini bosib yig'lay uxlab qoldi. Ertasiga sovchilar kelishdi. Nigina hamon yotog'idan chiqmay, mazasi yo'qligini bahona qilib yotardi. Sovchilarning daragini eshitgach, Asqar yuborgan deb o'yladi. Mana, hozir sir ochiladi. Niginani bermasdan ham ilojlari yo'qligini, tez kunlarda qizning qorni qappaya boshlashini ayasiga uqtirishadi. Chiday olmadi. Sharmandalikdan na qochib, na o'lib qutulib bo'lishini tushunib, boshini yostiq ostiga tiqdi. Hozir qiyomat bo'ladi. Kechagidek qora kun. Bechora qiz vaqt orqaga qaytib qolishini shunchalar istadiki, mabodo istagi ijobat bo'lganida badanning yarmini ochgan la'nati ko'ylakni kiymasdi. 10 yil tugul 100 yillik sinfdoshlari bilan xayrlashuv kechasi uyushtirilganda ham qadam bosmasdi. Uydan bir qadam chiqmasdi. Afsuski, bo'lar ish bo'lgandi. Obro'li xonadonning qizini bir kimsa ermak qilganini, nomusidan ayrilganini endi odamlar eshitadi. Xushsurat, ko'zga yaqin Niginadek qizni darbadar Asqar asir aylagani haqidagi xabarni odamlar hazm qila olarmikan?
Nafasi bo'g'ilgan qiz chalqancha yotib o'q tortdi. Eshik ochilib, onasi kirib kelganida darrov teskari o'girildi. "Haliyam cho'zilib yotibsanmi?" "Mazam yo'q." Ertalabki bahonasini takrorladi qiz. "Nozikkina bo'lsang, holingga qarab o'ynada." Divan chetiga o'tirdi ayol. "Yo ichdingmi? Qani puflachi?" "1-2 marta ichganmidim." Jahllandi qiz. "Hali boshqa narsalar ham dersiz?" "Bilib gapiradi bu bahona kasal. O'zimning qizimda axir. Eshit bo'lmasa, seni kuyovga berdik." Nigina labini tishlab qotib qoldi. Uning qay ahvolga tushganini onasi ko'rmadi. Ters burilib, indamay yotishi hayron qoldirdi. "Seni kuyovga berdik deyapman." Turtdi qizini. "Dadam Ukrainada, so'ramasdan bera olmaydi deb o'ylama. Hammasini dadang bilan kelishib qo'yishgan." Ona semizligi bois pishillay boshladi. "Endi qaror o'zgarmaydi." Kimga berdilaringiz mendan so'ramay?" Nigina sakrab oyoqqa qalqdi-da, onasining qarshisida yovvoyi mushdek turib qoldi. "O'la, yuragimni yording, tuf. Namuncha baqirasan? Mirshohid akangga kelin bo'lding. O'g'li Rifatni taniysanmi? Tanimasang tanishasan. Mixday bola. O'ylama qizim, biz seni yomon joyga beramizmi? Bilib qo'y, bizdan ham boy ular." "Rifat? Anavi maqtanchoq naynov, nenormalniy bolani aytyapsizmi? Kasalni-ya?" "Namuncha yerga urding?" Ona inqillab qaddini rostladi. "Mirshohidda ulug' odamning o'g'li kasalvatchalarga tortadimi? Bilasanmi? Ota urug'iyam, ona urug'iyam eski boylardan. Bironta mujmal chiqmagan ulardan. Dadangning Ukrainaga ketganini qanday eshitmay qolishgan ekan tushunmadim, ammo sovchilar ishni bitirib qaytishdi. Dadang o'tgan kuni gapirgandi, Niginani berdim deb. Men nimayam deyman? Tasdiqlayman-da axir. Dadang qaytsa, Irmiga yana kelishadi. Ko'rdingmi? Har birimizdan so'rash uchun alohida sovchilarni yuborishadi. Bir qizning izzati shunchalik bo'ladi-da. Sen nima deb o'ylovding? O'lma sen. Boy xotin bo'lasan. Maqtanchoq, naynov, nenormalniy emish." Keyingi kunlarda Nigina umuman ko'chaga chiqmay qo'ydi. Onasi undagi o'zgarishlarni payqab, maktabni tamomlagan zahoti erga berayotganimning ta'siri degan xayolga bordi. Biroq qizi o'z yog'ida o'zi qovurilayotganini o'ylab ham ko'rmadi. Abduvohid aka xonadoni temir qonunlar bilan mashhur edi. Ota buyrug'i hech qachon muhokama qilinmasdi. Betayin ulfatbozlik, xotinlar gapkashdagi, ba'zi teleseriallarni ko'rish taqiqlangan bo'lib, eng qo'rqinchli narsa sharmandalik edi. Abduvohid aka farzandlariga eski kiyim kiyma, birovga yalinma, hech narsa so'rama, uyga har kimni boshlab kiraverma deb ko'p takrorlardi. Falonchining qizi yigiti bilan qochib ketibdi. Qabilidagi gaplarni eshitsa, yonimda qizim, o'g'lim o'tiribdi demay so'kinaverardi. Abduvohid akaday salobatli shaxsga biror kimsa "Tavba deng, sizning ham farzandlaringiz ulg'ayapti" deb tanbeh bera olmasdi. Bu odam hatto o'z amakivachchalari-yu jiyanlariga ham shafqat qilib o'tirmasdi. Bir gal qishloqdagi opasining qizi keldi. 3-4 kun yurgandan keyin darvozasidan chiqib, o'tgan-ketgan yigitlarga kulimsirab qaray boshladi. Niginadan anavi uydagi qizil futbolka kiyib yuradigan bola nechinchi yil deb so'rayotganini Abduvohid aka eshitib qoldi. "Nima qilasan u bolani?" Qo'ydi. "Bu yer qishlog'ing emas. Har kimga qarab kulaverma. Qiz bola degan ibo, hayo bilan uyda o'tiradi." O'shanda mehmon qiz arazlab ketib qolgan va tog'asinikiga qadam bosmay qo'ygandi. Abduvohid aka yurtiga qaytib, qizini avtodohal qiyofada ko'rdi. Maktabni bitirganligi bilan tabrikladi-yu, parishon bo'lib qolganining sababini atayin so'ramadi. Xo'jayinini aeroportda kutib olgan Ixtiyor aka hovliga kirishi bilan Nigina battar cho'kib qoldi. Bu odamning ko'ziga qanday qaradi o'sha kuni? Sharmanda bo'ladigan kun tobora yaqinlashib kelyapti. 1-2 oyda Rifat bilan to'ylari bo'ladi. Jimildiqqa kiradi va dong'i ketgan zavod direktorining qizi go'zal, yoqimli Nigina nomusi toptalganligi oshkor etiladi. Poylab turgan kabi sovchilar yana eshik qoqishdi. Abduvohid aka rozilik bergach, yoshlarga fotiha berildi. Shu yerning o'zida misli ko'rilmagan darajadagi dabdabali to'yning xomaki rejalari baham ko'rildi. Nigina hovliga mo'ralab Ixtiyor akani uchratdi. U negadir xotirjam edi.
Abduvohid aka chiqib, qalay, tanlagan qudalarim bo'ladimi? Deb so'radi. Ha, o'zingizning jo'rangiz-ku, dedi Ixtiyor aka. Oilasi yaxshi tanish, kuyovni ham bilsangiz kerak. O'g'lini tanimayman, to'ydan so'ng tanishaveramiz. Otasini ko'rib, o'g'lini kuyov qil degan maqolni eshitganmisan? Yo'q, kuldi Ixtiyor aka. Kulma, bu yangi maqol. Ixtiyor akaning kulgusi siniq edi. Darrov sezgan Abduvohid aka, kelin yaxshimi o'zi? Nurga borib turibdimi? dedi. Oborib turibman, lekin Nurning o'zi ham zararda aka. Boshga tushganni ko'z ko'rar deganlar. Rak baribir o'z ishini qiladi. Uzog'i bilan 2 haftacha umri qoldi bechoraning. Shunday degan peshonasini ishqaladi xo'jayin. Senga qanday yordam kerak? Puldan qiynalib qolgandirsan. Kelgusi hafta to'y qilib borsammi deyapman. To'y? Ha, dedi Ixtiyor aka. Katta qizim Niginaning tengdoshi, qarindoshlardan biri kelinlikka so'ragandi. Ayasi ko'zim ochiqligida hech bo'lmasa bitta bolamning to'yini ko'ray deb zorlanyapti. Sovchilar kelsa, bir haftaning ichida bir yo'la to'yni ham qilib yorardik. To'g'ri fikr. Abduvohid aka qo'lni haydovchisining yelkasiga qo'ydi. Xuddi shunday qil. Bu dunyoda nimalar bo'lmaydi deysan? Qizingning to'yi mening qizimnikidan oldin bo'larkanda? Yaxshi. Oldinma keyin to'y ko'rar ekanmiz. Qudalaringiz nima deyapti? So'radi Ixtiyor aka. 2 oyga qolmaydi. Baxtli bo'lishsin. Seniki ham. Dadasi bilan haydovchisining qolgan gaplari Niginaga eshitilmadi. Nomusdan ajralish Nigina uchun o'lim bilan barobar edi. Soy bo'yidan ketishayotganda go'yo Iffatingning yo'qolishi asosiy fojia emas degandek edi. O'lim sharpalari yo'qolib, yashashga umid bo'lganda ham xudbinona ilinj uyg'ondi. Ya'ni kim kuyovni bir kecha aldasa, bas. Niginaning unashtirish to'yi barcha dugonalarni lol qoldirdi. Qizlar bunaqasini ko'rmagan edilar. Bo'lajak kelinni esa to'y kechasi vahimaga solayotganini, hech kimdan najot kutolmasligini ular tush ko'ribdimi? Ixtiyor akadan qanday qilib yordam so'raydi? Tug'ruqxona yoki jarrohlik bo'limiga olib borsa, badaniga tig' tekizdirishga qaysi yuz bilan rozi bo'ladi? Kuchli oqim qizni qismat o'zanidan oqizib bormoqda edi. Nigina hech narsani o'zgartira olmadi, hatto Rifatga turmushga chiqishga qarshilik ham qila olmadi. Ixtiyor aka kam keladigan bo'lib qolgandi. Aftidan o'z tashvishiga o'ralashib, Niginani unutgan edi. Nega u dadamni o'ylamayapti? Xayolidan o'tkazdi qiz. Shuncha tantana-yu sarf xarajat bilan boshlangan to'yning oxiri voy bo'lish mumkin-ku. Dadamdek or nomusli, mag'rur kishi yo'q bu atroflarda. Ixtiyor aka yaqin odami, haydovchisi bo'lib aslida dadamga xiyonat qilmayaptimi? Nikoh kechasida qaytib kelsam, yana bir fojia yuz bermaydi deb kim ayta oladi? Nigina shunday kayfiyatda kechqurun uchrashuvga chiqdi. Avtomobil kalitini o'ynab, bepisandlik bilan tikilgan yigitni tanidi. Bu Rifat edi. Tanidingmi? Bir chetga chirt etib tupurdi yigit. Kimni tanishim kerak? Meni-da. Nima? Chap tomoning bilan turganmisan? Yaxshi yigit, men bilan bunaqa ohangda gaplashmang, tushunarlimi? Naynovning lablari shalvirab, ko'zi olaydi. So'ngra merovsirab atrofga boqdi. Sokin oqshom cho'kkan. Odamlar sayrga chiqa boshlagan edi. Marojniyga olib boraman. O'tir mashinaga. Gapingiz bo'lsa tezroq ayting, vaqtim yo'q. Nima, tezkari gapirasan? O'tir degandan keyin o'tir mashinaga inson. Gapim bor. To'y haqida. Senga muhim bo'lmasa, menga muhim. Nigina u bilan gap chiqishmasligini fahmlab ortiga burildi. Rifat so'kinib qolaverdi. Qiz uni ilk marta maktabda uchratgandi. Boshqa maktabning bir to'da oliftalari yengil tabiat qizlarning atrofida aylanishardi. Rifatni ko'rgan Niginaning dugonalari o'shanda burnini jiyirishib, o'zidan boshqa hech kimni odam hisoblamaydi. Katta zangli qilib kimning sassig'i bo'pti, deyishgandi. Nigina qaytib uchrashuvga chiqmadi. Kelib shunga berishdi, deb ota-onasidan xafa bo'ldi. Yana o'yladi. Mendek iffatsiz qiz kimga ham yor bo'lardi? Tez kunda Ixtiyor akaning qizini uzatib ketishdi. Niginaning to'y kuni ham belgilanib, tayyorgarlik qizigandan qizidi. Bir qancha kelinlik liboslarni tiktirish kerak edi. Nigina boshqa tikuvchi axtardi. Bitiruv kechasiga ko'ylak tikkan ayolnikiga borishga yuragi dov bermasdi. Asqardan gap ochib qolsa bormi?
Qiz sir boy berib qo'yishi ehtimoldan xoli emasdi. Qizim, dedi onasi Niginaga. Menga o'xshab juda millayapsan-da, ko'ylaklaringni tikuvchiga hali ham olib bormabsan-ku? Yaxshi tikuvchi topa olmadim, ona. Voy, narigi mahallada bir kelin chevarlikni boshlaganmish. Manzilni olib uchrash o'shanga. Kim bilan boraman? Qo'shnining qizini chaqir, ukangni ergashtir. Aytganday, bugun dadangning ishlari kam edi. Telefon qilay, Ixtiyor akang keladi. Yo'q, yaxshisi qo'shnining qizini chaqirarman. Piyoda yurasanmi? Tayyor mashina bor-ku. Onasi o'jarlik bilan qo'ng'iroq qildi. Kotiba direktor uyga ketganini aytdi. Xayol o'tmay, darvoza ortida mashina signal bergach, ona bola matolarni tayyorlay boshlashdi. Abduvohid aka tund qiyofada kirib keldi-da, xotinini chaqirdi. Ha, dadasi, shofyor ham shu yerdami? Ketib qolmasin, Niginani tikuvchinikiga olib boradi. Buncha avzoyingiz buzilmasa, tikuvchingni qo'yib tur, qo'l siltadi xo'jayin. Ixtiyor yo'q, boshqa mashinada yuribman. Signaldan tanimadingmi, kallavaram? Tez do'pimni olib chiq. Biror gap bo'ldimi? Ixtiyorning xotini olamdan o'tdi. Niginaning ko'z o'ngida kasalmand xotinning kuyunish ila qarab turishi jonlandi. Yaqindagina tirik ko'rgan odami endi abadiy yo'q ekanligi qizning yuragini parchalab tashladi. Shu bilan birga ichidagi birov benomusligingni biladigan bitta guvoh ketdi degandek g'alati taskin ham berdi. Shu kuni Nigina o'sha tikuvchini, Asqarning yangasini uchrataman deb xayoliga ham keltirmagandi. Qo'shni mahallaga kelin bo'lib tushgan yangi tikuvchinikiga borgan Nigina xijolatdan yer yorilmadi, kirib ketmadi. Doim sizga boraman, deya ko'klarga ko'targan tikuvchisini boshqa tikuvchinikida uchratish shunchalik yoqimsiz tuyg'u ekanki, bu xijolatdan esa tikuvchining o'zi qutqardi. Biznikiga borishga cho'chidingizmi? Payt topib shivirladi u. To'g'ri, bu kelinchak ham yaxshi tikuvchi, lekin sizni men klient qilmoqchi edim. Endi cho'chimang, Asqar tentak uydan qochib ketgan, bilmadim, biror nima o'g'irlaganmi? Hech qachon bizning ko'chada uchratmaysiz uni. Nigina xayolan, u meni o'g'irlagan, nomusimni, baxtimni, hayotimni, dedi. Sirtida esa, nega cho'chirganman yanga, bu yerga aya majburlab yubordi, deb pichirladi. Katta tikuvchi Niginaning yelkasiga qoqib qo'ydi. Qo'rkak qiz shu topda jinoyatchining, ya'ni yana bir guvohning g'oyib bo'lishini nimaga yo'yishni bilmasdi. Yor ostida Abduvohid akaning xonadonidan kelin-kuyov chiqdi. Mehmonlar ularga havas bilan boqishardi. Nigina kelinchak libosida ertakdagi malikalardek ochilib ketdi. Kostyum shim va do'ppi sipo ko'rsatgan Rifat ham binoydek kuyov bo'lgandi. Visol restorani hali bundayin tantanadan larzaga kelmagandi. Go'yoki noz-ne'matlar ko'pligidan stol oyoqlari mayishayotgandek. Yaltir-yultir kiyingan katta-yu kichik xonimlar olamga sig'may, mast-kuyov jo'ralar allaqachon jilovlarini yo'qotishgandi. To'y bir marta bo'ladi, dimog'ida gapirdi Rifat. Negish, qovog'ingni ochib o'tirgan haymi? Mening to'yimdan norozi bo'layotganlarni vobshim yoqtirmayman. Qancha qizlar tegaman deb oyog'im ostida o'ralashdi, lekin seni tanladim, chunki dadamning jo'rasi. Birovga qo'lingni ham ushlatmagansan. O'sha qizlar mendan oldin bilmadim qancha yigitni gullatgan. Nigina kuyovning gapini eshitgan sayin a'zoyi badaniga titroq kira boshlagandi. Chimildiqda hammasi fosh bo'ladi, o'yladi u. Nimalar qilib qo'ydim? Ixtiyor akaning gapiga kirib, aybimni sir tutguncha zo'ravon Asqarni sudga bersam bo'lmasmidi? To'y bazmi yarim tungacha davom etdi. Limuzin kelin-kuyovni eltib qo'ygach, yangalar darrov ularni yolg'iz qoldirishdi. Chimildiq Nigina uchun misoli qafas edi. Qani, tur o'rningdan, o'dag'ayladi Rifat lablari kezarib. Asqar degan bolani taniysanmi? Faqat to'g'risini ayt. Men uni. Nigina beixtiyor chimildiq burchagiga qisilib oldi. Asqar degan so'zni eshitgandanoq barchasi tamom, deya tosh qotdi. Ammo chiqmagan jondan umid. Kelinchakning tili o'z-o'zidan sayradi. Qanaqa Asqar? Tanimayman unaqa bolani. Mast bo'lib qoldingizmi, Rafat aka? Nega tanimaysan? Tur deyapman, yo boshqa tilda gapiraymi?
Bechora kelinchak qalt-qalt titrab o'rnidan turdi. Yaqinroq kel, nega qo'rqasan? Menga qo'pol gapirmang. To'ydan oldin uchrashuvga chiqmading. Rifat Niginaning ko'ylagidan g'ijimlab o'ziga tortgan edi, to'shakka zar tangachalar to'kildi. Odamni odam o'rnidan ko'rmading, mensimading. Bilasanmi, boshqalar qanday yurishadi? Konsertlar, parklar, restoranlar, oromgohlar hech qayer qolmaydi. Bearmon yurishadi. Sen qo'lingni ham ushlatmading, qara. Bo'ying yelkamdan ham kelmas ekan. Dadangning boyligi ham og'iz ochtirib qo'yadigan darajada emas. Go'zalligingga kelsak, to'g'risi, sendan chiroyli qizlarni shaxsan taniyman, ammo ularga uylanib bo'lmaydi-da. Bugun men uchun, ertaga boshqaga xizmat qiladi. Xo'sh, qushcha, Asqar qayerda? Tanimayman dedim-ku, nega tushunmaysiz? Yig'lamsiradi Nigina. Iltimos, ko'ylagimni qo'yib yuboring. U aldadimi meni? Sen uylanayotgan qiz uzoq qarindoshim bo'ladi deb lof urgan ekanda. Meni so'rasang, Abduvohid akalar bo'lishadi deganichi? Voy, ablahey, rostdan ham uni tanimaysanmi? Qarindoshlarimiz ichida Asqar degan yigit yo'q. Sizni aldab nima qilaman? Tushunarli. Rifat bir qalqib ketdi-yu, kelinchakning ko'ylagini qo'yib yuborib, sarxush boshini changalladi. Xona o'rtasiga borib, shiftga tikildi-da, o'q tortdi. Endi qayerdan topsam ekan? Xuddi ana shu nusxa kerak edi-da. Voh, voh, butun vujudim qaqshab boryapti. Rifat tizzalarini quchoqlab, devor tagiga mung'ayib o'tirdi. Nimqorong'uda ko'zlari sovuq yiltirar edi. "Ey!" chaqirdi kelinchakni. "Nega qo'qon qoziq o'xshab turibsan? Yo to'xla. Nima? Tomosha ko'rsatyapmanmi?" Nigina tomog'iga tiqilib kelayotgan alamli yig'ni to'xtatish uchun lablarini tishlar, barmoqlarini sindirib yuborgudek qisar, qayirar edi. Asta yurib kuyovga yaqinlashdi. So'ng ortiga, deraza tagiga tisarilib, u ham tizzalarini quchoqlab o'tirdi. Ikkisi bir-biriga tikilib qolishdi. O'rtada eroniy gilam, tepada tillarang qandil. Ichir aylana dorda o'nlab qimmatbaho liboslar ikki insonni tomosha qilishardi. "Dardingizni bilaman", dedi Nigina. "Bilsang nima qilay? Men senga uxla deyapman." "Qachondan beri chekasiz?" "Sen tug'ilgandan beri." "Nima? Yana gaping bormi?" "Hozir chiqib yangamga aytaman. Meni olib ketadi." "Yangangni ko'rdim, Nimjon, kasalmand, umrida og'rish qilmagan. O'sha holi bo'lsa, murdani yolg'iz o'zi ko'tara olmaydi." "Qanaqa murda?" Niginaning qoshlari qo'rqinchla uyuldi. "Yangamga aytaman, olib ketadi deyapsan-ku. Bu yerdan chiqib, mening sirimni hech qachon hech kimga ayta olmaysan. Chunki o'liklar gapirmaydilar. O'zingizga qo'shib meni ham baxtsiz qilmang." "Kim baxtsiz? Menmi? Tug'ilganimdanoq dunyoning jamiki ne'matlari muhayyo qilingan mendek yigitni shunaqa deyapsanmi? To'y bilan bo'lib, dorimni unutibman xolos. Hali Asqarning tug'ilganiga pushaymon qilaman." Nigina ko'zini yumdi. Bitirish kechasi, soy bo'yi, Ixtiyor akaning uyi ko'z oldiga keldi. Asqar har holda Rifatga aytmabdi. Qiziq, aytganda to'y bo'larmidi? To'y kuni sirni ochganda shunday o'tirarmidilar? Kelinchakning boshi lo'q-lo'q etdi. Sharmandalikdan baribir qochib qutula olmaydi-ku. Ertangi kunni yurak qovuchlab qanday kutadi? "Aroq ichsangiz bosilmaydimi?" dedi Nigina. "Yo'q. Nima qilish kerak?" "Doridan boshqa hech narsani foydasi yo'q." Menga qara, qo'lingdan bir ish kelarmidi? Muncha tergaysan, tinch qo'y meni, tinch qo'y. Keyin gaplashamiz." Nigina shu kecha uyiga sharmisor bo'lib qaytmasligiga amin bo'lib, boshini yostiqqa qo'ydi. Miyasi g'uv-g'uv etardi. Goh dadasining qahrli yuzi, goh to'y manzarasi, goh Asqarning o'pishlari ola-chalpoq tushlar kabi tonggacha bezovta qildi. Saharda boshi ham kuyov chimildiqdan chiqarkan, taomilga ko'ra yangalarga pul uzatdi.
Natijasiz o'tgan kechaning puli ularga tatimadi shekilli, bir-biriga qarab yelka qisishdi. Nigina ulkan dabdabalar ostonasida turganini ikkinchi kuni bildi. Ayollarning gap so'ziga qaraganda chimildiq olish, qaynota qaynona ko'rishuvi, kelin salom, kelin chaqirdi, kuyov chaqirdi kutmoqda edi. Qizlik davrida bu marosimlarga guvoh bo'lgandi, ammo kelinchakka qanchalik qiyinligini tasavvur qila olmagandi. To'yda holdan toygani, ilk nikoh oqshomida to'yib uxlolmagan yetmagandek, tong sahardan qaro kechgacha o'z holiga qo'yishmaydi. Qo'ni-qo'shni, qarindoshlarning bola-chaqasi, mehmonlar. Horib-tolib ikkinchi kecha ham kirib keldi. Qorasini ko'rsatmagan Rifatning nihoyat tovushi chiqdi. U eshik oldida kechagi yangalar bilan tortishib, "Ikkoving ham daf bo'linglar", dedi u. "Biz hali vazifamizni bajarganimiz yo'q-ku", deb nolidilar ular. "Bu yoqda yangiz, bu yoqda qaynonangiz qarab o'tiribdi. Bizga gap tegadi, yuzimiz shuvut bo'ladi. Bo'yingiz terakday-ku aylanay." Nima deding? Qaytarchi hov. Rifat baribir aytganini qilib, yangalarni quvib soldi. Naqshinkor baland eshik ichkaridan qulflanib, parda ortidan kuyov to'ra chiqib keldi. "Xo'sh, Asqarni hali ham eslolmadingmi?" dedi yostiqqa yonboshlab. "U bo'yi past, qizil iyak, ko'k ko'z bola. Uchiga chiqqan tulki surbet, bo'lajak murda. Meni bugun ham yig'latmoqchimisiz?" Kelinchak qovoq soldi. "Yuragimni ezib Asqar deysiz? Undan ko'ra o'ldirib qo'ya qoling. Tuhmatlaringiz jonimdan to'ydirdi. Aytibman-ku, Asqarni tanimayman deb. Menga ishonmas ekansiz, nega uylandingiz?" Nigina shunchalar yolg'onchi va har soniyada ont ichishga tayyor kelinchakka aylanaman deb sira xayoliga keltirmagandi. Balki tan olib qo'ya qolgan ma'quldir. Rifat anoyi emas. Niginaning aybini bugun erta biladi qo'yadi. "Paypog'imni yech", dedi kuyov biroz sukutdan so'ng. "Oyog'im ham nafas olsin." Kelinchak paypoqlarni sug'urib, barmoqlari jipslashib ketgan ingichka, qonsiz oyoqlardan ko'nglaynidi. Xo'rligi kelgandek kuyovga ko'zlari pirpirab qaradi. Burnini berkitishga qo'rqdi. "Turmush mana shunaqa bo'ladi", ming'irladi Rifat yostiqni quchoqlab. "Eringning paypog'ini yechdingmi? Ertaga kigizib ham qo'yasan. Ust-boshini yuvasan, tur desa turasan, o'tir desa o'tirasan, kechirasan u onangni so'ksa ham chidaysan. Agar qo'pol so'zlarga xotinlar dosh bera olmaganda edi, oilalarning yarmi buzilardi. Senga o'xshagan qizlar dadasinikida katta ketadi. Erinikiga kelib, nozikoyimligidan asar ham qolmaydi. Yo, noto'g'rimi?" "Noto'g'ri", dedi Nigina. "Men onamni so'kkan odam bilan bir kun ham yashamayman." "Bu gapni qachon aytyapsan? Ko'nikib ketganingdan keyin ham ayta olasanmi?" "Aytaman." Rifat ko'zlarini yumib, huzurlanib kuldi. Go'yoki uylanishdan maqsadi xotinni yer bilan bitta qilish edi. "Hali o'rganib ketasan", dedi u masxaromiz qiyofaga kirib. "Ko'p narsaga o'rganib ketasan. Meni sevmaysan, lekin umrbod birga yashashga o'rganasan. Balki jirkanarsan, ammo baribir qo'ynimga kirishga o'rganasan." Nigina kuyov bilan valaqlashib o'tirish ko'ngilsizliklarga sabab bo'lishini tushunib, tishini tishiga bosdi. To'shakning narigi burchagiga surilib, teskari qarab yotarkan, ko'zidan dumalagan 2 tomchi yoshni sidirib tashladi. "Nega kiyimingni yechmayapsan?" so'radi Rifat qimir etmasdan. "Menga shunday yotish yaxshi. Konditsionerni o'chiraman. Kechasi bilan ishlash yoqmaydi. Bu kiyimingda yonib ketma tag'in." "Rifat aka, 2 kundan buyon deyarli uxlaganim yo'q. Iltimos, ertaroq dam olay." Kuyovdan ancha vaqt sado chiqmadi. Nigina qaramasdan taxmin qildi. U hozir bir nuqtaga tikilib, nasha haqida o'ylayapti. "O", oyog'i bilan turtdi Rifat. "Tur, suv olib dorimni ichib olay." Bu kecha nimadir aralashtirilgan bir piyola suv kuyovto'rani mahv etdi. Niginaga qo'lni tekkizish tugul o'z o'rniga yota olmadi ham. 3-kun ayasa, amma yo'q xolalar chimildiq olish marosimiga kelishdi.
Bugundan boshlab kelinchak yopinchiq yopinib hovliga chiqishi, uy yumushlariga aralashishi mumkin edi. Bilmaganlar Niginaning boy va obro'li xonadonga tushganiga havas qilishar. Bilganlar, ayniqsa Nigina va Rifatning onalari kelin kuyovga zimdan qarab qo'yishardi. Fursat topib, Nigina va ayasi ikki og'iz gaplashib olishdi. Kuyovingiz narkoman ekan. Yig'lamoqdan beri bo'ldi kelinchak. Nasha topolmay kechadan beri allaqanaqa dori ichyapti. Hushi joyida emas. Bekoringni aytibsan. Ayasining baqbaqalari silkinib ketdi. Oyday yuribdi-ku, yo nasha chekanni ko'rdingmi? Shunday xonadonning egasi o'z bolasi narkoman bo'lishiga tomoshabin bo'lib o'tirarmidi? Yo o'ziga ukol urmagani uchun tipirchilab qoldimi? Indamaysan-a? Turmushning achchiq-chuchugini ko'rmagan qizim. Kasal bo'lsa davolatadi. Sen oddiy oilaga kelin bo'lganing yo'q. Mehmonlar ketgach, Rifatning yangasi paydo bo'ldi. Ayollar o'zaro bahslashayotganida Nigina kelin kuyov masalasi ko'rilayotganini sezdi. Oldin kelinning o'zidan so'ranglar degan gapni aniq eshitib, yuragi taka-puka bo'ldi. Mabodo Asqar sim qoqib, men Niginani olib qochganman. U sizlarni aldab yuribdi degan bo'lsa, eshik taqillab, yanganing boshi ko'rindi. Kirsam maylimi? Kiravering. Qizarinqiradi kelinchak. Men anavi masalada keldim, dedi yanga. Ko'nglingizdan yomon gaplar o'tmasin, ammo bu juda nozik muammo. Agar vaqtida hal qilinmasa, sizga nisbatan shubha gumon uyg'onishi mumkin. Bu narsa uy egalarining yomonligidan darak bermaydi. O'zingiz yaxshi tushunasiz, o'zbekchilik, odat shunaqa. Tushunaman, lekin nega endi aynan mendan shubha qilishadi? Eshik derazaga bir ko'z yugurtirgan kelinchak past ovozda gapirdi. Kuyovdayam ayb bo'lishi mumkin-ku. Demoqchisizki, yangi ayyorona kulimsiradi. Qaynimning o'zi xohish bildirmayaptimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Axir u aytib o'tirmay, shunday qilib mening tushunishimcha, siz o'zingizga tenchsiz. Nigina bosh silkidi. Qo'rquvdan titrayotganini sezdirmaslik uchun qo'llarini qayerga yashirishni bilolmay qiynaldi. Bizga aytdiki, siz uni yaqinlashtirmayotgan ekansiz. Kasallik vaqtingizmi hozir? Ha, deb yubordi Nigina. Shuni oldinroq aytish kerak edi. Xafa bo'ldi yanga. Bugun nechinchi kun? O'tib ketgandir. Nigina uzoqqa bora olmasligini tushundida, o'tdi deb pichirladi. Yana baribir nimanidir sezdi. Siz to'g'ri tushuning, dedi. Hammasi kutib o'tiribdi. Qaynimning fe'lini bilasiz. Darrov jazofasi tutadi. Men kechasi sizlar bilan qolmayin, 100% ishonib uyga ketaveray. Siz ham endi yosh qizcha emassiz. Katta uyning bekasisiz. Ishni guldir-g'ub qilib, ertalab menga axborot berasiz. Kelishdikmi? Chetga qaradi Nigina. Axir o'smir emassiz-ku, tushuning. Bu kechda ahvol chatoq bo'ladi. Qaynonangiz juda o'tkir ayol. Erim qaynotangizning tug'ishgan ukasi. Men bo'shman, erim ham bo'sh. Qaynotangiz ham bir vaqtlar erimday oddiy ishchi bo'lgan. Qaynonangiz odam qildi. Bilmaysiz-da. Siz u kishining ko'nglidagi ishni qiling. Kuyovingiz bo'shanglik qilsa aldang, o'zingizga torting. Ertalab yana suvga tushgan mushukday shumshayib, uzr bo'lmadi deb turmang. Xo'p, dedi Nigina. U endi ortiq biror so'z ayta olmadi. Qopqon butun atrofidan iskanjasiga olib kelar. Sharmanda bo'lmasdan qutulib qolishning yo'li ko'rinmas edi. O'ylab olish uchun ham xo'p dedi. Bular uchun Rifat shu darajada arzanda ekanligini kutmagandi. Hattoki undan zarracha ham gumon qilishmaydi. Yo giyohvand ekanligini aytish kerakmikan? So'ngra vaziyat qanaqa tus oladi? Qiyin bo'ladimi? Osonmi? Rifat yog'li lablarini artmasdan kirib keldi-da, charchadim deb o'zini to'shakka otdi. Nigina darrov sochiq tutdi. Artib qo'y. Boshini xiyol ko'tardi kuyov. Birozdan so'ng Nigina so'radi. Chekishingizni uydagilaringiz biladimi? Ko'rsatib chekamanmi? Boya o'rtalaringda nima gap bor deb surishtirishdi. Siz haqingizda hech narsa demadim. Bo'ldi, yot, dedi Rifat.
Ular nimani so'rayotganini bilaman. Bugun bo'lmasa ertaga. Negadir oyoq qo'lim bo'shashib boryapti. Ko'zimni ochishga majolim yo'q. Nigina gapirishga og'iz juftladi-yu, shashtidan qaytdi. Sirim yana bir kun ochilmay turadi deb xayolidan o'tkazdi va ruhsiz holda yostiqqa yuzini bosdi. 4-kuni kelinchak hovlini supurdi. Kelinlik libosida hovli sahna va darvoza tashqarisini supurishni qizaloqlik davridan orzu qilardi. Mana o'sha baxt, o'sha orzu. Qaniydi, hammasi orzularidagidek bo'lsa. Bildirab kelayotgan juvonni tanigan Nigina nima bahona to'qishni o'yladi. Jo'yali bir gap topolmagach, rostini aytishga qaror qildi. Yaxshimisiz? Yanga sirli jilmayib, kelinchak bilan ko'rishar ekan shivirladi. Tabriklasak bo'ladimi? Nigina yuzini yashirib, eshitilar-eshitilmas uyga kiraylik, deya kelinlik xonasiga shoshildi. Ikkinchi xonasiga kirib, yuzma-yuz bo'lishdi. Yanga, bir gap aytsam vahima qilmaysizmi? Voy, o'lmasam tinchlikmi? Yoqa ushladi juvon. Aytsam o'ldiradi, lekin noilojman, dedi Nigina. U kishi narkoman ekan. Qaynimmi? Har zamonda chekib turadi. Buni hammamiz bilamiz. O mayli, o'lib qoladimi deb qo'rqayapman. Qo'rqmang, nashadan o'lsa mahalladagilarning ko'pi qirilib ketardi. Birinchi o'rinda qaynonangiz tamom bo'lardi. Tushunmadim. Qaynonam ham shunaqami? Men taniganimdan beri ko'k nori yeydi. Qorasini choyga aralashtirib ichadi. Mazam yo'q deng, sizga ham beradi. Nigina Ixtiyor akaning gapini yodga oldi. Anchadan buyon Asqarni poylab yurganini, ukasining o'limiga o'sha yigit bergan qora dori sabab bo'lganini gapirgandi. Kuyov ham Asqar bilan oldi-berdisi borligini aytdi. Demak, bu xonadon dardga davo deb hisoblaydigan giyohlar o'lim suvi bilan sug'orilishini bilmas ekan. Kelinchakning o'yga tolib qolgani yangaga yoqmadi. Tag'in ota-onangizga aytib, meni chaqimchi qilib qo'ymang, ovsinimdan baloga qolib, uyim kuyib ketmasin. O'zingiz vahima qilganingiz uchun aytdim qo'ydim. Qisqasi, kuyovdan gapiring. O'janak bo'lib yotadi. Tushunarli. O'zim ham sezgandim, shu bola faqat chekadi emas, kasal ham deb. Chorasini topishdan boshqa iloj yo'q o'xshaydi. Siz ishingizni qilavering. Men hozir. Yanga chiqib ketdi. Ko'p o'tmay Rifatni uyg'otishdi. Garchi kelinchak darvoza yonida bo'lsa-da, qaynonasining baland ovozini eshitdi. Yana chekdingmi, maraz? Kimga o'xshayapsan o'zi? Qo'yningga kazolarning sulovini solib qo'yibman-ku, hayvon. Nima holingga chekasan? Hali ham Asqarni olyapsanmi? Yerning tagidan bo'lsa ham topib kel uni. Kelmasa, uyiga qora dori tashlattirib, bo'yniga 18 yilni ildiraman. Olgan bo'lsam, kasalimga davo deb ko'knori olganman. O'g'limga baynashib berishni ko'rsatib qo'yaman u svolochga. Yo'qol ko'zimdan. Nigina supurgini tashlab xonasiga yo'rg'aladi. Uning holini ko'rib qolgan yanga qaynonaning gaplari tegib ketdi deb o'yladi. Nomus o'g'risi. Asqarning bu xonadonga kelishi kelinchak uchun o'lim ekanligi hech kimning xayoliga kelmadi. Asqar topilmadi, ammo bundan Nigina zarracha ham xursand bo'lmadi, chunki Rifat onasiga irshayib, "U bola chatoq ekan", dedi. "Hech qayerda yo'q emish. Qayerga gum bo'lganini surishtirdim, aya. Mish-mish qilishdiki, u bir qizni buzib qo'yib qochib yurganmish." Nigina zar yopinchig'ini yopinib, qo'lida kosa, eshik yonida o'tayotganida erining gapini eshitib, kosani tushirib yuborayozdi. Qismat atayin o'yin qilayotgandek, kelinchakni ruhan ezg'ilab, ermak qilib, so'ng sharmisor etajakdek tuyuldi. Bugun nikoh kechasidan yuzi qora bo'lib qaytganiga 4 kun to'lish kerak edi. Kuyovning kasali tufayli sir ochilmayapti. Giyohfurush Asqar aslida kimning nomusini buzgani oshkor bo'lmayapti. Nigina ortiq chiday olmasligini tushundi. Telefon turadigan xonadan odam chiqishini poylab, so'ngra o'g'rincha kirdida ota-onasining telefon raqamlarini terdi. Go'shakni onasi oldi. "Aya, meni olib keting", daf'atan yig'lab yubordi kelinchak. "Endi bir kun ham chiday olmayman. Kuyovingiz narkoman desam e'tibor qilmadingiz. Uydagilar davolatadi dedingiz. Hammasi bekor gap. Ular bilishar ekan. Hech narsa qilmaydi deb yurishibdi.
Bir falokat bo'ladi, aya. Keyin kechikasiz, o'ligimni ko'rasiz. Seni urdimi? Yo'q, xonamga nasha chekib kiradi. G'ujanak bo'lib bir burchakda uxlaydi. Ustimdan kuladi, o'dag'aylaydi, tuhmat ham qiladi. Qanaqa tuhmat? Yig'lamay qattiqroq gapir. Har kuni yangasi tergaydi. U esa hamma aybni menga to'nkayapti. Nima deyapti? Buzuq deb so'kyaptimi? Nega hiqillaysan? Yo'q, o'zini oq qilib ko'rsatyapti. Juda qo'rqoq bo'shang qizsan-da. Kovlatda chaynasa erkak emas deb yangasiga shartta aytib tashla. Nega tuhmat qilishlariga indamaysan? O'rningda boshqa qiz bo'lganida ko'zini joyiga solardi-ya unaqa yigitning. Men chiday olmayman, ketaman. Dadang ustingga benzin qo'yib, olovga tashlashni istayapsanmi? Hozir jahli chiqib yurganini ko'rsang edi. Kecha dushmanlaridan biri, "Oydek qizingni narkomonga berdingmi? Quda bo'lishga boshqa odam qurib ketdimi? O'zing katta ishda ishlasang ham qo'rqoqsan. O'zimdan boy odam bilan quda bo'lsam, ertaga suyaydi degan niyatda qizingni qurbon qilding", deb chaqib olibdi. Rosa yoqalashibdilar. Dadang, "Mening qizim hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Kimni qudalikka tanlashni juda yaxshi bilaman", debdi. Qisqasi, dushmanlar sening qaytib kelishingni kutib yurishibdi. Shunday kunda sen ketaman deysanmi? Tushunmadim. Yig'idan to'xtadi kelinchak. Sizlarga qo'ni-qo'shnilarning gap so'zi, obro', mansab kerak, qiz kerak emasmi? Shu do'zaxda yonib kul bo'laman, ko'p tuhmatlarga qolaman. Sizlarga esa baribir ekan. Nigina xayr-xo'shni nasiya qilib, go'shakni joyiga qo'ydi va bir muddat boshini ko'tara olmay tek qotdi. "Kelin", degan sado eshitildi ortidan. 4 kunlik kelinchak qaynonasining ovozini eshitib sapchib tushdi. Nima qilarini bilmay, kelin salomga chog'langan edi. Qaynona, "Yig'ishtiring salomni", dedi vajohati bilan. "Bilasizmi yo'qmi, bu telefon mening xonamdagi bilan parallel. Tasodifan hamma gaplaringizni eshitib, bu yerga chopib keldim. Kimning uyi do'zax?" Qaynona eshikni yopdi. "Kimning o'g'li narkoman? Kim sizga tuhmat qiladi? Qani, tushuntirib bering-chi?" Niginaning jonida jon qolmadi. Bo'ri qarshisida qaltirayotgan qo'zichoqday nochor edi u. "Sendan so'rayapman." Qaynona yoping'ishni otib yubordi. "Uyimga kelganingga hafta bo'lmay, orqamizdan yomonlayapsanmi? Chillang chiqsa hali jonimizni ham olarsan. Ona bolaning og'zi tinmay fisq fasod qilishini-chi? Ayt, nima gunoh qilibmiz?" "Nasha chekadilar", g'o'ldiradi Nigina. "Shunga jirkanyapsanmi? Eringdan, mendan, butun oiladan? Bilib qo'y. Ayb topaman desam, sendan ham topiladi. Kerak bo'lsa, biznikidan ham jirkanch ayb topib, bo'yningga qo'yaman. Mening kimligimni bilmabsanlar. Aybingni topib, ko'chaga yalang'och quvib solsam nima qilasan? Shu kerakmi senga? Kerakmi? Ayt." Kelinchak gilamdan ko'z uzolmadi. Bir necha kun ichida qaynona bilan shunchalikka borish, kurakda turmaydigan gaplar eshitish aqliga sig'mas edi. O'lib qo'ya qolgani ma'qul emasmi? Rifatni bir iloj qilib aldasa ham bularni g'aflatda qoldira olmaydi. Qiz chiqmagan kelinni shu qaynona sog' qo'yadimi? Rostdan ham ko'chaga quvib soladi. Nigina esini yig'ib olgach, "Kechiring", deb yalindi. "Axir qiz bo'laman. Bunaqa kishini ko'rmaganman." "Qanaqasini ko'rgansan?" o'shqirdi qaynona. "Aytmoqchi edimki, qiz bo'laman deb titrab qaqshab gapirding. Ekspertizaga olib boraymi? Hamma aybni o'g'limga ag'darishni bilasan. Balki o'zingda bir kasofat bordir. O'g'limniki vaqtinchalik, senikichi, ha, gapir." Nigina xo'ng-xo'ng yig'lay boshladi. Qaynona hamon jahlini bosolmay yeb qo'ygudek tikilardi. "Nega unaqa deysiz?" yig'lab gapirdi kelinchak. "Peshonam qursin. Bu gaplarni eshitgandan ko'ra o'lganim yaxshi edi." "Xo'p, birinchisini kechirdim", dedi qaynona nihoyat. "O'g'lim ja oppoq emas. To'qchilikda biroz erka o'sgan. Nimjonligi bor, ammo sendan buni kutmagandim. Agar yana g'iring deganingni eshitsam, mendan ko'radiganingni ko'rasan. Bu gaplar shu yerda qolsin. Uyimdan gap chiqsa, o'lganing shu." 4-kecha Rifat bir og'iz gapirmadi ham.
Nigina yarim kechasi bexosdan uyg'onib ketdi-yu, erini hushsiz holda ko'rdi. Xayol o'tmay Mirshohid aka xonadoni oyoqqa turdi. Uylanganning 5-kuni Rifat kasalxonada ko'z ochdi. Ovsarlar darhol kasalxonaga keltirib tashlashibdi, deb ichida so'kindi. Shifokorga ham telba teskari gapirdi. Uka, men seni o'ylayapman, dedi shifokor jig'iberon bo'lib. Meni o'ylab tilla topasizmi? O'lsam o'lib ketaveraman, sizga nima? Rifat eshikka yurdi. Boshi gir-gir aylanar, yuragi zo'rg'a gup-gup etardi. Chekishim va uxlashim kerak, dedi u xayolan. Uzoq uxlashim kerak, abadiy bo'lsa undan ham yaxshi. Shifokor pajmurda bemorni to'xtatib qola olmagach, yo'lakka otilib chiqdi. Mirshohid aka, baqirdi yo'lak oxiriga. Nima qilaylik aka, buningiz gapga kirmayapti. Rifatning ayasi ortidan dadasi paydo bo'ldi. Ular yaqinlashgan sayin tund qiyofalari yaqqol ko'rina boshladi, ammo juda yaqin kelishgach, ayolning labi chetiga yarim kulgu indi. Ahvoling yaxshimi, bolajonim? Nega bu yerga tiqib tashladinglar? Kuyov yigit onasini jerkib berdi. Aniqladik, hammasini aniqladik, dedi onasi Rifatning qo'ltig'idan tutib. Bizni ko'ra olmaydiganlar sovuqchilik churishibdi, sezgandim eskilikdan ekanligini. Siz doktor uka tashvishlanmang, u yog'i bilan. Ana, dadasi gaplashadilar. Tushunmayapman. Nima uni olib ketmoqchimisiz? Shifokorning bir qoshi baland, biri past bo'ldi. Bu yigit kasal-ku axir. Chekishni tashladi, qo'rqmang doktorjon. Xola, men emas, sizlar qo'rqishlaringiz kerak. Yigit yuragini ishdan chiqarib qo'ygan. Miya faoliyatida ham nuqsonlar bor, qonida esa u yura oladimi? Baland ovozda so'radi Rifatning onasi. Kechagina uylangan bolam kelinchagining yoniga bora oladimi? Mirshohid aka aralashdi. Xotin, sen shifokorlarning ishiga tushunarmiding? Rifat shu yerda qolsin, 3-4 kun davolansin. Chillasi chiqmay shifoxonada yotib, elga sharmanda bo'lsinmi? Nima deb o'ylaydi odamlar? Bolangizning yuzini yerga qaratmoqchimisiz? Gapni ko'paytirmay, gaplashing doktor bilan. Bizdan xafa bo'lmasin. O'g'lim kasalini chilladan keyin davolatadi. Ayol Rifatni yetaklab yo'lak oxiriga yurdi. Mirshohid aka esa doktorga qarab yelka qisib qolaverdi. Doktorlarga indamasang 70 xil kasal topishadi. Ayolning kesatig'i quloqqa chalindi. Sababi bor, bemorning dadasi boy. Shunday qilib, dori-darmondan biroz ko'z ochgan yigitning oyog'ini yerga tekkizmay olib ketishdi. Endi u hammasiga kelinchak sababchidek xo'mrayib qarar, tinmasdan so'kinar, piyola va ryumkalarni gilam tagiga qo'yib, alamidan chiqquncha tepkilar edi. Nigina bu telba bilan qanday yashash haqida bosh qotirarkan, barchasiga tezroq nuqta qo'yilishini istardi. Xonadon egalari yana g'imirlab qolishdi. Allaqayerdan kinnachi xotin topib kelishdi. U Rifatni qora tovuq bilan savalab, jinlarni quvib soldi. Hatto kelin-kuyov kechasi yoqib yotadigan chiroq moyiga 3 tomchi tovuq qonidan ham qo'shtirdi. Xonadon egalari yana g'imirlab qolishdi. Allaqayerdan kinnachi xotin topib kelishdi. U Rifatni qora tovuq bilan savalab, jinlarni quvib soldi. Hatto kelin-kuyov kechasi yoqib yotadigan chiroq moyiga 3 tomchi tovuq qonidan ham qo'shtirdi. Kinnachi xotin dedi. Kelin ham, kuyov ham rosa momolabdi. Momolarining arvohlari 2 ta qora qo'chqor umidvor bo'libdi. Qo'chqorlarni so'yib, kallalarni menga berasizlar. Kelin-kuyov esa terilarga o'tiradi. Momolari yo'liga bir iz chiqarsak, ular dard ko'rmagandek bo'lib ketishadi. Bu amallar Niginaning qaynonasiga kamlik qildi. Folbinga borib keldi. Folbinning aytishicha, bir befarzand ayol kelin-kuyov uyga mozor tuprog'idan sepib ketganmish. 3 kun isiriq tutatib, bashorat qiluvchiga 3 xil buyum atasa, jodu yo'qolarmish. Boy xotin befarzand ayollarni qarg'ay folbinning amallarini ham bajarishga kirishdi. Nikoh kechasida yangalik qilgan ovsin zamonaviy tibbiyotni afzal ko'rib pichirladi. Menimcha, aptekadan haligidaqa doridan ham olib kelish kerak. Fransiyaniki zo'r deydi xo'jayinim. Agar sog'lom erkak ichsa,
bir hafta ko'chaga chiqmay xotinini quchoqlab yotarmish. Rostdanmi? Dedi qaynonasi Niginani ko'rmay. O'shanaqadan bir quti topib keltiring. Pulingizni olasiz, lekin hamma ayb o'g'limda emas. Ana bundayam ancha-muncha borga o'xshaydi. 5-kecha so'nggisi bo'lib qolishni Nigina juda istadi. Endi u sharmanda bo'lishdan ham qo'rqmasdi. Kimdan qo'rqadi? Shularga qiz bergan ota-onasidanmi? Balo-qazolar uyasidanmi? Eshik qulflandi. Yana o'sha serxasham xona. Momiqday to'shak. Bir chetda moychiroq yonmoqda. Bir vaqt Rifat kelinchakka qo'l uzatdi. Jonim, meni kasal deb o'ylama, shunchaki charchaganman. Nigina indamay yotaverdi. O'tgan kunlar mobaynida bu oiladan yurak oldirib qo'ygandi. Uni bir marta siltab tashlasa, boshiga qanday tuhmatlar yog'ilishini juda yaxshi tushunardi. Men ham qizlar bilan yurganman. Xiringladi kuyov. Uzoqdan ko'rsa dord derdi ular. Sen o'qigan maktabning qizlarini ham yaxshi bilaman. Bir gal o'tirishga olib bordik. Ertalabgacha uydan chiqarmadik. Hech esingdami? Bitiruvchi qizlarning yoppasiga tomog'i og'rib, doka bog'lab olishgani. Aslida ularning tomoqlari og'rimagandi. Sen gaplarimdan xafa bo'lma. Kuyov o'z kelinchagiga hech shunaqa gaplar gapirarmidi? Lekin men gapiraman. Menga hamma narsa mumkin. Shu kecha Nigina Rifatga hech qanday yordam bera olmadi. Kuyov sharmanda bo'ldi. 6-kuni tongda kelinchak o'yladi. Agar meni Asqar o'g'irlab badnom qilmaganida Rifatga turmushga chiqarmidim? Dadam qanchalik qattiq qo'l bo'lmasin, tish tirnog'im bilan qarshilik qilardim. Ha, bu telbaga o'lsam ham ko'nmasdim. To'xta, baxtimni yo'qotishimga yana bir kimsa sababchi-ku, sinfdoshim Sardor. Shu iflos meni chaqirib bermaganida Asqar qo'limdan ham ushlolmasdi. Nega militsiyaga aytmadim? Ixtiyor akaning ishi yaxshilikmi yoki yomonlik? U mening iffatsiz ekanligimni hammadan yashirib, so'ng birorta ginekolog vrachga olib borib, qaytadan bokiraga aylantirmoqchi edi. Dadamning haydovchisi, yaqin sirdoshi bo'la turib, mening taqdirimga daxldor voqeani yashirdi-ya. Boshqa odam bo'lganida o'sha zahoti uyga olib borib, ayamga topshirardi. Ukrainaga, dadamga qo'ng'iroq qilib, falokatni ma'lum etardi. Asqar ham, ikki sherigi-yu Sardor ham allaqachon qamoqda yotardi. Meni vaqt soati kelib kimgadir uzatishardi, lekin Rifatga o'xshagan tirik murdaga emas, balki xotini o'lgan, ajrashgan yigitga yoki boy bo'lsa bas, avval yurib qo'ygan esa-da, bilmaslikka olib uylanaveraman degan birorta kasb chiqardi. Necha turli odamlar bor bu dunyoda. Avval Sardorni topaman, keyin Asqarni. Qonun oldida javob beradi yaramaslar. Ayniqsa Asqarning qora dori, ko'k nori va baynasha sotishni ham arizamda aytib o'taman. Rifat ham, qaynonam ham chetda qolmaydi. Niginaning tomog'idan joy o'tmadi. Rifat ertalabdan ko'chaga chiqib, tush chog'i kayfi taroq holda qaytdi. Kelinchakka qariy olmadi, bir og'iz gapira olmadi. Shundoq ham bugun kelinchakka hech kim gapirmayotgandi. O'tishdan so'ng xonasidan sekin chiqib, ayasiga qo'ng'iroq qilish uchun telefonga yaqinlashdi. Agar go'shakni dadasi olsa, bor gapni aytishga ham tayyor edi. Biroq tumba yonida Rifat o'tirgan ekan. Kelinchakka ko'zi tushgach, inqillab o'rnidan turdi. Qo'lidan yetaklab yotog'iga olib bordi-da, nur so'nib borayotgan ko'zini ma'nosiz tikib, "Senga qanaqa er kerak?" deb do'q urdi. "Men biror narsa dedimmi?" Nigina ortga tisarildi. "Ey, odamni ahmoq deb o'ylama. Qarashingdan nedavolni ekanligingni bilyapman. Nega bezrayasan? Men shunaqa yigitman. Xotinga qiziqmayman. Qanaqa er kerak deyapman, gapir. Ho'kiz bo'lishim kerakmidi? Uyda gulday xotinchasi bo'lib, ikkita-uchta o'ynashchalarni ham gullatadigan bo'lishim kerakmidi, a? O'sha narsadan boshqa nima yetishmaydi senga? Nega doim qovog'ing soliq, norozi qiyofada pismillanib yurasan? Yo boshqa er kerak bo'lsa ayt, javobingni beraman. Javobingni bermagan ham nomard. Davay gapir." Niginaning jur'atidan asar qolmadi. Kelinchak uydan haydalish dahshatini his etib, miq etolmadi. Uyiga qaytib borsa, dadasi kun bermasligini ich-ichidan his etib,
bir mo'jizani kutdi. Mo'jiza yuz bersa-yu, u birdan baxtli bo'lib qolsa. Biroq hech qanday mo'jiza yuz bermadi. Kun og'di, qorong'u tushdi. Bema'ni kechki ovqatdan so'ng hamma o'z mashg'uloti bilan band ekanligini ko'rsatishga kirishdi. Nigina xonasiga kirib, divanga horg'in cho'karkan, o'tayotgan kunlarga ko'nikib borayotgandek tuyuldi. Qaynonasi yana bir tadbirni qo'llamoq maqsadida zimdan tayyorlanayotganini kelinchak sezib turardi. Niginaning nazarida Rifat tinchgina uxlagandek edi. Ammo chalqigan ko'z osti va qonsiz rangiga qarab azob chekayotganini angladi. "Doktorga boring", dedi jiddiy ohangda. "Qarang ahvolingizga." "Nima qipti?" Rifat yorilgan lablarini yaladi. "Sen o'zing doktorga bor, psixiatrga." "Yaxshi gapirgan men tentak", deya kelinchak yopinchiq ham yopinmay mag'rur chiqib ketdi. Kuyov so'kingancha qolaverdi. Birovni oyoq osti qilib obro' topib bo'lmasligini tushungandek o'ylanib qoldi. Biroq bu o'ylanish chekish bilan, chekish esa halokat bilan yakunlanishini bilmasdi. Xonadoniga yanada fayz kiritish uchun Mirshohid aka o'tgan yili olingan mebellarni hovliga chiqarib, yangilarini joylashtirayotgan edi. Nigina mehmonxonaga qo'yilgan garniturni artmoqda edi. Qaynona xonalarni aylanib yurardi. Shu payt uning "Voy, nima bo'ldi bunga? Dadasi choping!" degan ovozi eshitildi. Kelinchak ham qo'rqa-pisa eshikka yaqinlashdi. Rifat ko'zlari olayib, tili chiqib, jonsiz holda yotardi. Zudlik bilan divanga o'tkazishdi. Bilganlaricha muolaja qilib ko'rishdi. "Qo'l oyog'i sovuq bo'pti-ku", dedi kimdir. "Bo'lishi mumkin emas. Doktor chaqiringlar, tez, tez, tez", chinqirdi ona. Shifokor yetib kelib, Rifatni tekshirdi, so'ng Mirshohid akaga qarab, "Olib ketsak, ekspertiza qiladi", dedi. "Musulmonchilikda o'likka tiq tekizmaslik kerak." Nigina qolganini eshita olmadi. Qaynonasi uvvos solib, o'g'lining murdasini quchoqlab oldi. Nigina ilk bor o'likka bunchalik yaqin borish edi. Bir payt qaynonasi Niginaning sochlariga tarmashdi. "Uni sen o'ldirding, buzuqi. Sen tamom qilding bolamni. Nomuslarda o'ldirding. Qo'l oyog'ingni bog'lab ko'chaga tashlamasam, otimni boshqa qo'yaman. Sharmandangni chiqaraman. Yegan tuzum harom." Nigina ayovsiz tushayotgan mushlardan o'zini himoya qila olmadi. Odam shunchalar xo'rlanadimi? Axir uning kelinligiga bor yo'g'i 7 kun bo'ldi. Shu qisqa vaqt ichida bu g'amgin ko'zlari nimalarni ko'rmadi? Quloqlari ne haqoratlarni eshitmadi? Mana, eri o'ldi. 7 kunlik kelinchak endi beva. Shu bevaligi ham tuhmat bo'roni bilan boshlandi. "Bas qil, tentak!" Mirshohid aka baqirib, xotinini kelinchakning ustidan tortib oldi. "Rifatni kelin emas, sen o'ldirding. Ha, sen!" Kimdir Niginani to'polondan nariroq olib ketdi. Oila o'likning boshida faryod urar. Esini yo'qotib qo'ygan kelinchak nima qilishni bilmay dag' titrar edi. "Telefon qiling, uyga telefon qiling", deb yig'ladi yangani ko'rishi bilan. "Meni bular o'ldirib qo'yadi hozir." Yanga uni kelinlik uyiga qamab qo'ydi. Chiqayotib, "Endi qolaman desangiz ham qolmaysiz", dedi. Afsuski baxtingiz kulmadi. Chillangizda tul bo'ldingiz. Bir jihatdan", yanga ovozini pasaytirdi. "Yaxshi, chunki umringiz narkoman bilan o'tmaydi. Ikkinchi jihatdan yomon. Erga tegib chiqqan juvon degan nomingiz bor, garchi qiz bola bo'lsangiz ham." "Yolg'on", Nigina miyasida yashindek chaqnagan fikrni darhol ro'yobga chiqardi. "Yolg'on. Axir men rostdan ham juvonman. Kechasi u bilan, Rifat bilan..." Yanga ko'zlarini olaytirib, pastki labini tishladi. Quloqlariga ishonmay kelinchakka yaqin bordi. Sochlariga tegdi. "Nima dedingiz?" so'radi hayratla. "U, ya'ni Rifat kuyovingiz bo'ldimi? Kecha-ya?" "Ha", ko'zlarini yashirdi Nigina. "Unda nishonasi qani?" "Kutmagandim, bilmabman." "Shuni ertalab aytsangiz bo'lmasmidi? Qanaqa kelinchaksiz axir?"
Endi nima foydasi bor? Yo'q, baribir ko'rsatish kerak edi. Qaynonangiz eshitsa bormi? Gapingizni isbotlattiradi. Sababi o'g'li haqida turli bo'lmag'ur gaplar tarqalgandi. Unga aytmang. Qo'rqib ketdi Nigina. Nega aytmas ekanman? Yanga sekin uzoqlashdi. Shunday muhim gapni yashirishdan nima maqsad? Hech narsa tushunmadim. Eshik tars etib yopildi. Yig'i-sig'i avjiga chiqdi. Oh, Nigina janozadagi dod-voylardan shunchalik qo'rqardiki, quloqlarini mahkam berkitdi. Ko'zlarini chirt yumdi, ammo shu onda o'rnidan sakrab turib ketdi. Xayolida Rifatning arvohi, "Bokir emas ekansan-ku, benomus. Shaltog'ing chiqishidan qo'rqib, nega o'limimdan surbetlarcha foydalanyapsan? Qachon sen bilan qovushdi, Makkora?" deb qichqirayotgandek tuyuldi. Abduvohid akaning baxtiga qudasining uyi tuman markazidan chetroqda edi. Kuyovi o'lib, kelinchak qizi qaytib kelganini odamlardan bir muncha vaqt sir saqlashning ilojini qilsa bo'lardi. Shundoq ham payt poylayotgan ayrimlar tanlagan kuyovi qachon bu odamning yuzini qora qilarkan deb kunma-kun kutayotgandi. Direktor janoza xabarini hech qaysi tanishiga, qarindoshiga bildirmadi. Faqat haydovchisi Ixtiyor akagina boxabar bo'ldi. Tabiiyki, o'sha kuniyoq Niginani ota uyiga olib ketishdi. Qizning kaltaklanganini o'ziyoq direktorga yetib orttardi. Voy, endi qanday bosh ko'tarib yuraman? Ovoz soldi Niginaning ayasi. Shumidi orzu havasim, shumidi qo'ni-qo'shni oldidagi obro'yim, ko'chaga chiqolmaydigan bo'ldim, dadasi, ko'chaga chiqolmaydigan. Bularimiz bo'ldi. Men odamlarning gapini ko'tara olmayman. Didiyoyni yig'ishtir. Jig'i beroni chiqdi Abduvohid akaning. Men shunaqa bo'lsin debmanmi? Sening qo'ni-qo'shnilaringga odammi ular? Qizim endi uyda o'tiradimi? Men-ku bir yo'lini qilarman. U ko'chaga qanday chiqadi? Odamlar ko'rib havas qiladigan, hasaddan kuyadigan pallada bu ko'rgulik qayerdan keldi? Abduvohid aka o'ylanib qoldi. So'ng qo'lini keskin siltab, "Ejim", dedi. "Nigina ko'chaga chiqmaydi. U kelinmi? Kelin bo'lib qolaveradi." Qo'shni xonadagi deraza tagida ota-onasining gaplarini eshitib, yig'lab o'tirgan Nigina otasining gapidan hushyor tortdi. "Qanaqasiga kelin bo'lib qoladi?" Ko'ngli battar buzilgan semiz xotinning yuzi tirishib, burishib ketdi. "Qanaqasiga? Uni ertaga uzatamiz." "Nima? Uzatamiz deyapman. Kelinchak beva qolsa, otasininkida uzoq saqlanmaydi. Joyi chiqsa bervorishadi. Eshitganmisan? Qizim qaytib kelganini kim biladi-yu, kim sovchi yuboradi? Kallangiz ishlaydimi o'zi? Biz hech kimga bildirmaymiz. Sovchi ham kutmaymiz. Kuyovni o'zim topaman. To'y hashamsiz shunday olib borib tashlaymiz, qo'ni-qo'shnilaring sezmaydi ham. Nigina uyga kelinchak kiyimida kelib ketib yuraveradi. Ikkinchi marta turmush qurganini keyinchalik bilib olishaversin. O'shanda poyezd o'tgan, Nigina baxtga erishgan bo'ladi. Kuyoviga uy, mashina, mansab, hamma narsa olib beraman. Dushmanlar qo'ymasa menga ayt." Shundan so'ng boy xotinning uni o'chdi. Nigina ko'z yoshlarini to'xtata olmas, alam va yig'idan yuzi qizargan edi. Biroz o'tgach, onasining ovozi eshitildi. "Qaysidir ma'rakada eshitgandim. Endigina uylangan bir yigit o'rtoqlari bilan cho'milishga boribdi. Mast bo'lganmi? Tomiri tortishib qolganmi? Cho'kib o'libdi. Sovuq xabarni eshitgan kelinchak shunaqa dodvoy qilibdiki, shunaqa jinniligi tutibdiki, hech narsaga ko'nmasmish. Uydagi bor jinnini sindiribdi, ko'rpa to'shakni otibdi. Ota-onasinikiga olib borib tashlabdilar. Nima qiladi tentak kelinni? Shundayam tinchimabdi kelin sho'rlik. Yarim kechasi marhumning ismini aytib, ko'lga boraman, u meni chaqiryapti deb yugurib ketarmish. Tavba, tavba. Keyin nima qilibdi? Buning davosi bitta er deyishibdi. Xotin xalaj darrov er qidirishga tushibdi. Ikkinchi marta uylanayotgan ham ko'pda. Xotini bilan ajrashgan bir yigit topilibdi. Gap yo'q, shu kelinchakka uylanaman deb turib olibdi. Qarang, 9 oy deganda ikkinchi erdan bolali bo'pti. Go'dagu ro'zg'orga ovunib, tentakligini tashlabdi. Hatto birinchi erini eslamay ham qo'yibdi. Siz to'g'ri qarorga keldingiz, dadasi. Bizga kuyov bo'laman deganlar son mingta. Abduvohid aka chuqur uf tortdi. Keyin allanimalar deb pichirladi. Nigina
hammaga reklama qilmaymiz. Bolali erkak bo'lsa nima bo'pti? Qabiladagi gaplarni zo'rg'a ilg'adi. Har zamonda ayasi boshqa yo'li yo'qmikan deb qo'yardi. Nihoyat Niginaning sabr kosasi to'ldi. G'ildirak o'rnatilib, ko'chirtirilayotgan haykaldek go'yo hech qayeri qimirlamasdan ota-onasining qoshiga keldi. "Men yerga tegmayman", dedi yerga qarab. "Qizim", dedi Abduvohid aka. "Qo'y asabimni o'ynama. Ota-onangning gapini o'g'rincha tinglab, ishiga aralashma. Kim senga bunaqa tarbiya bergan? Xonangga kir, damingni ol." "Charchagansan, qizim. Keyin gaplashamiz sen bilan." Qovog'ini soldi onasi ham. "Men odam emasmanmi?" Ko'z yosh to'ka boshladi Nigina. Bir og'iz so'ramay betayin yigitga uzatdingiz. Turgan bitgani giyohvand oila bilan quda bo'ldingiz. Shular yetmagandek, yana tanimagan, bilmagan, duch kelgan odamga bermoqchimisizlar? Tegmayman. Agar ortiqchalik qilayotgan bo'lsam, uydan ketaman. "O'ylab gapir", o'shqirdi Abduvohid aka. "Indamasa boshimga chiqasan. Nima xayolda ekaningni besh qo'lday bilaman. Ota-onam baxtsiz qildi. Endi o'qishgami, ishgami kiraman. O'zim yoqtirgan yigitimga tegaman demoqchimisan? Bilib qo'y. Ersiz yosh xotin hammaning qo'lida o'yinchoq bo'ladi. Qanday qilib birovlarning nog'orasiga o'ynaganingni sezmay ham qolasan. Ko'rib yuribmiz zavodda senga o'xshaganlarning ahvolini. Nimani ham tushunarding? Sen hali hayotga kitoblardagidek qaraydigan g'o'r bolasan. Bola bo'lsam, nega to'y qildingiz?" Yuzini to'sdi Nigina. "Dugonalarim o'qishga imtihon topshirayotganda men yesir xotin bo'lib..." Nigina gapini tugata olmay ho'ngrab yuborgan edi. Dadasi boshiga keldi. Tishlarini g'ichirlatib tek qotdi-da, so'ng "Aytdim-ku, sen g'o'rsan", dedi. "Ering o'lgani dugonalaringga aytib chiqmoqchimisan? Hattoki eng yaqin sirdoshingga ham churq etma. Tushundingmi? Boshqa bir oilada baxtli bo'lib ketganingdan so'ng eshitsin ular. Kelinchak boshi bilan shuncha ko'rguliklarni ko'ribdi deya olmasin. Shunday qilaylikki, hammaning havasi kelsin. O'lsam ham tegmayman." Nigina ilk bora dadasiga qichqirdi. Abduvohid aka bir shapaloq tushirdi. Sochi to'zg'ib ketgan Nigina beqiyos g'azab bilan boqib, "Ko'ramiz, qani tegar kimmanmi?" dedi. "Majburlasanglar o'zimni o'ldiraman. Keragi yo'q menga bunaqa hayotning." Janozaning ertasiga odam keldi. Abduvohid aka ishda edi. Xotini qarshi oldi. "Dadasi bilan maslahatlashaylik", dedi u ko'rpa to'shak, buyumlar haqidagi gaplarni eshitgach. "Albatta olib ketamiz. To'g'risini aytganda, Niginaning ko'ch-ko'ronni uyimizga olib kelmoqchi emasmiz. Kuyovning o'lganini ham qarindoshlariga sir boy bermadik. Keyinroq baribir eshitishadi. Bizga shunisi ma'qul." "Iye, siz kuyovingiz o'lganini eldan sir tutmoqchimisiz?" Mehmon ang-tang bo'lib qoldi. "Mirshohid akam uncha-muncha odamlardan emas. Janoza haqida qancha odam eshitdi. Tasavvur qilyapsizmi? Ko'chasiga mashinalar sig'may ketdi. Ko'rdim. Bir giyohvandga shuncha azab bo'ldi. Siz gapni yaxshi tushunmadingiz. Bizda ham do'st bor, dushman bor, qo'ni-qo'shnilar. Mahalladagi ba'zi ichqoralar ko'rolmaslar qizimning uyi buzilishini kutib o'tiribdi. Ular Mirshohid akangiz haqida eshitgan chiqar. Ammo qaysi o'g'li o'ldi, qaysi qizi kimga kelin bo'lyapti bilishmaydi-ku. Masalan, mendan so'rasa, kuyovning akasi o'lgan deyman. Hech bo'lmasa Xudodan qo'rqing-ye, etak silkidi mehmon. So'ngra darvozadan chiqayotib, "Umrim bino bo'lib bunaqa xotinni ko'rmaganman", deb to'ng'illadi. Kechqurun er-xotin bema'ni va antiqa mavzuni yana hijjalashdi. Niginaning toqati toq bo'ldi. To'ppa-tuzuk ko'ringan shu aziz kishilari qachon jinniga aylanishga ulgurdi. Qiz hayron edi. Hashamat va boylik, obro' va kibr oilada muhim sanalishini yaxshi tushunardi, lekin mazkur oqibatga olib kelishini kutmagandi. Rifatga turmushga chiqishi ham aslida telbalik natijasi ekanini kech angladi. Kim biladi, balki Rifatga xotin bo'lgani Niginaning foydasigadir. Axir nomusi toptolgan qiz boshqa yigitga yor bo'lganida hozirgidan-da yomon kunlar boshiga tusharmidi? Uffatsiz kelinchakni quvib solishar, Abduvohid aka esa naqdorga osar edi. Nigina dadasining kechagi gaplarini esladi.
Abduvohid aka qizining ichidagini topdi. Rostdan shunday xayolga borgandi. O'qishga kiraman, ko'nglimdagi odam uchrasa oila quraman, aks holda umrbod tog' o'taman. Bu orzusiga ham to'sqinlik qildi. Orzu guli unmasdan g'ajib tashladi ota tushmagur. Nigina mahzun xayollarga g'arq bo'lib o'tirgan chog' eshik taqilladi. Ukalari deb o'ylab, "Taqillatma, yo'qol", dedi Nigina. "Menman qizim", onasi allaqanday muloyim ohangda so'zladi. "Och eshikni, ketasan." "Ketaman?" Nigina eshikni kuch bilan tortib qalqib tushdi. "Qayerga, aya?" "O'zing tushunasan, mahalladagilar gap qila boshladi. Ixtiyor akangnikiga borib turasan. O'lsin shu odamlar. Bugun dadangni gapga tutishibdi. Ko'ngil so'rabdi, yashamagurlar. Dadang ham boplabdi. Kuyovning egizagi o'ldi debdi." "Men nima qilaman u yerda?" Niginaning yuragiga qo'rquv inqurdi. "Nima qilarding? Ko'zdan pana joy, yashab turasan vaqtinchalik." Nigina ortiga behol qaytib, divanda boshini osiltirib o'tirdi. Bitiruv kechasidagi voqeadan so'ng Ixtiyor akaga ro'para kelmaslikka qanchalar tirishib yurardi. Uzoqdan ko'rgandayoq qizarib, bo'zarib, oyog'iga qaltiroq kiradigan bo'lib qolgandi. Nega bunday? Ixtiyor aka Niginani kimlar o'g'irlaganini, aynan qaysi biri nomusiga tekkanini biladi. Ehtimol xo'jayinning qizi havasmand kelinchak bo'lganida "Siringni bilaman sening" degandek miyig'ida kulgandir. Nima bo'pti? Uyatli holda ko'rmagan-ku axir. Ota misoli mehribon bo'lsa. Yo'q. Nigina baribir o'sha erkakka duch kelishni istamadi. O'shanda o'zini o'ldira olmagani qanchalik haqiqat bo'lsa, Ixtiyor akanikiga borib ko'ylagini almashtirgani, iffat xususidagi gaplarni yuzi chidab eshitgani ham shunchalar haqiqatdir. Hozir esa butunlay boshqa Nigina. Ixtiyor akanikida yashab turarmish. Qiyo boqishni istaydimi o'sha odamga? Bitiruv kechasini eslatib turadigan nigohlarini, ovozini, kelbatini, hech narsasini xohlamaydi-ku axir. O'zi shunday bo'ladi. Sharmandali kunlaringga sherik kimsani ko'rishni istamay qolasan. Kechki 9larda Ixtiyor aka keldi. Ichkari uyda ancha gaplashib o'tirishdi. Nigina yana bir hukm o'qilganini bilar. Ijrosi qanday bo'lishini o'zicha tasavvur qilardi. Subaxona deraza yonidan o'tdi. Ixtiyor akaning alam bilan "Menga ishoning Abduvohid aka" deb qat'iy gapirganini eshitdi-yu, taqqa to'xtadi. "Yo tavba", dedi kelinchak ichida. Nahotki dadam men Ixtiyor akaga ishonmayotgan bo'lsa, jo'natyapti-yu, yana o'zi qatori insondan gumon qilyaptimi? Meni kim deb o'ylayapti? Ixtiyor akani-chi? 4 farzandning otasi, bir kuyovning qaynotasini-ya? Ixtiyor aka yana balandroq ovozda gapirdi. "Qizim qatori u, qizimdek." Hech eshitmaganda haydovchining bunday kuyinib gapirganini. Dadasi it fe'li bilan unga nimalar deb aljiradi ekan. Xotining o'lgan, qizimga yomon ko'z bilan qarama dedimikan? O'zbekchilikda kap-katta erkaklar bir-birining ko'ziga qarab shunday deya oladimi? Nigina xonasiga qaytib bordi. Ko'nglidagi g'ulg'ula kuchayib, ko'ksini gilamga berib yotdi. Yashash ham ko'ziga ortiqcha tuyuldi. Ko'p o'tmay onasi keldi. Qiziga tushuniksiz qarab turdi-da, amr etdi. "O'rningdan tur. Pardoz-andoz buyumlaringni, zarur kiyimlaringni ol. Ixtiyor ketyapti." Onaning sabri chidamay, o'zi yig'ishtirishga kirishdi. "Tur, meni vaysatma, hozir dadangni chaqiraman." Shundan so'ng Nigina narsalarni yig'ishtirdi. Hammaga bas kelish mumkin. Bu ikkoviga odam bolasini tishi o'tmaydi, o'yladi u. Bunaqa ota-ona yana kimda bor ekan? Menimcha hech kimda yo'q. Qizini sotgan otalardan ham yomon bular. Mashinaga o'tirayotganini ko'rgan odam uni o'limga ketyapti deb xayol qilishi mumkin edi. Darhaqiqat, Niginaning quloqlari eshitmaydi, ko'zlari ko'rmaydi. Ongini tuman qoplab olgan edi. Egnidagi baxt keltira olmagan kelinlik libosiga kim maftun bo'ladi? Kim havas qiladi? Kechagina boshqa xonadonda edi. Bugun yana bir begona makonga yo'l olyapti. Shu kiyimda yuradimi birovnikida? Bolalariga qo'shilib choy ichib, bolalari bilan uxlaydimi?
Qo'ni qo'shnilariga nima deydi? Balki qizlik davridagi kiyimlarni olgan ma'qulmidi? Mashina yurdi ketdi. Ixtiyor akaning keng yelkalari, baquvvat, jundor qo'li ko'rindi. Nigina orqa o'rindiq burchagiga yanada qisilib oldi. Tuman markazidan chiqib, ishchilar shaharchasi tomon burilishganda Ixtiyor aka dedi: "Asqarni haliyam tutolganim yo'q, ko'rdingmi? Ukamni o'ldirgandek sening kuyovingni nariga dunyoga jo'natdi. Ablahning usuli shunaqa." Nigina gaplashni istamadi. Ixtiyor aka ham sezdi shekilli, uyiga yetguncha miq etmadi. Mashinani o'sha yog'och darvoza qarshisida to'xtatgach, "Ana yetib keldik", deb sho'x qo'shiqni xirgoya qilib, cho'ntagidan kalitlarni chiqardi. Nigina katta hovlida o'zlaridan boshqa hech kim yo'qligini bilib, yuragi orqaga tortib ketdi. "Bolalaringiz uyda yo'qmi?" dedi shoshib. "Biznikiga qaytaylik, ukamnimi, singlimnimi olib kelamiz. Men yolg'iz yotishga qo'rqaman." "Yur, xonangni ko'rsatay. Hech ham qo'rqinchli joyi yo'q." Ixtiyor aka Niginani chetdagi xonaga qo'yarda qo'ymay boshlab bordi. O'sha kundan buyon hech ham o'zgarmabdi. Tokchalardagi ko'rpa-yostiqlar, devordagi suratlar, harir parda. "O'zingga to'shak solda uxla", dedi Ixtiyor aka yeb qo'ygudek tikilib. Sening bo'ying yetadimi, yo'qmi?" U baland taxlangan ko'rpalarni olib to'shay boshladi. "Yo'q, o'zim." Nigina ko'rpani tortdi, lekin Ixtiyor aka qo'ymadi. "Bunchalar jozibalisan-a?" Nigina toshday qotdi. Tirnog'igacha muzladi. Shu gapni Ixtiyor aka aytdimi? Nahotki u "Qoching, ketaman." Nigina eshikka otildi. Ammo erkak shunday quchoqladiki, Niginaning nafasi qaytdi. Oyoqlari behol siltandi. "Nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring." Chetdagi xonadan zaif qichqiriq eshitildi. Biroz o'tgach, chiroq o'chdi. Niginaning Ixtiyor aka bilan birinchi kuni shu tariqa boshlandi.